Assalamu alaikum, hürmetli mehmanlar, hürmetli ata-analar, o'qituvchilar. Bugungi saltanatli so'nggi qo'ng'iroq merekesine hoş geldinizler. Eğer so'nggi qo'ng'iroq qiymayman o'zimdir, balakes qizig'im, silayman o'zimdir. Sing'irlab qo'ng'iroq, uning ketpes quloqdan, naraldim senin mektebim, bilim degan buloqdan. Bugungi saltanatli merekemiz bilan barliqlaringizni және bitiruvchilarni shon yurakdan qutlaqlaymiz. Tomiri tog'dek qorni qo'yadi. Chollardan ne armon o'g'li ziyoli, madomiki omonlikda zehni xayoli, aziz mehmonlarni xush ko'rdik. Assalomu alaykum, davramizning ko'rki va latofati, hayotimizning mazmuni bo'lmish mehri daryo ustozlar. Assalomu alaykum, mana bu kechaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, qadrli ota-onalar, yaratish davrining va yangilanish davrining navqiron farzandlari. Mana bugun sizni esingizdan chiqmaydigan, xotiralaringizda chaqnoq yulduzdek ko'rinib turadigan daqiqalar, yetuklik onlari. Ruxsat eting, shu yerdagi ota-onalar nomidan, o'qituvchi ustozlar nomidan va o'zim nomimdan sizlarni mana shu tantanali kecha bilan qizg'in muborakbod etaman. Sizlarga avvalambor sog'lik, salomatlik, bitirish imtihonlaringizda omad, kelgusi ishlaringizda rivojlar tilayman. Allohimning panohida omon bo'ling deyman azizlar. Maktab o'qituvchi, ey shirin damlar, qo'ng'iroq uyg'otgan beg'ubor tonglar, sarflarda tashlagan shahdam qadamlar, qalbingizda olov yoqqan beg'ubor tonglar. Bugungi saltanatli kechimizda bitiruvchilar uchun bo'lgan qimmatli, unutilmas kunda ashib beruvchi uchun mektebimiz zavuvchi Tamara apay Saidovani chaqiramiz. Kelinglar. Assalomu alaykum, bugungi davramizning aziz mehmonlari, hurmatli ota-onalar va aziz shogirdlarimiz. Mana bugun biz eng quvonchli, eng serzaq, eng yana bir shunday vaziyatda turibmizki, bugun 11 yil o'qitgan o'quvchimizni uzatyapmiz hayot ostonasiga. Xalqimizda bir yaxshi naql bor, ustoz otangdan ulug' deydi. Lekin biz murabbiy o'qituvchilar uchun esa bola, shogird boladan afzal deb bilamiz. Nimaga deganda biz qalb qorimizni, butun kuch-quvvatimizni, yurakdagi bor mehr-muruvvatimizni aziz o'quvchimizga bag'ishlaymiz. Men sizlarga tilagim, hamma vaqt baxtli bo'lingiz. Hamma vaqt ana shu murabbiylar aytgan so'zni ado etingiz. Yana xalqimizda, mana shu mahallamizda bir ajoyib traditsiya an'ana bor. Bu bizning dinimizdan, millatimizdan, irqimizdan qat'iy nazar shu an'ana shundayki, biz bir elning farzandimiz, kichkina qo'rg'on bo'lsa ham hamma vaqt birgamiz. To'yimiz ham, azamiz ham, quvonchimiz ham, shodligimiz ham hammamiz bilan birgamiz. Yana bir marta hammangizni bugungi muborak kun bilan muborakbod etaman va hammangizni qo'sh kelibsiz bugungi saltanatli kechimizga deb bugungi kunda ashib deb e'lon qilaman. She'riyat mavzusiga kelsak-da, bularning bir mektep degan o'qituvchilarga degan, o'tanna degan o'zlarining taqdirdari bilan ertaga tijoratlashtirsak. Aziza. Hurmatli mo'tabar ustozlar uchun yozib qoldiraman dilrozlarimni, unutishim mumkin shodon kunlarni, lekin unutolmayman ustozlarimni. Unutishim mumkin yurgan yo'limni, unutishim mumkin sevgan gulimni, unutishim mumkin o'ngi so'limni, lekin unutolmayman ustozlarimni. Arman asqaq shiqday sezim shinarda
Сәттіледім ұлы жолға шығарда, мұғалімім көп үйрендім өзіңнен, сын сағатта, шатқалақтар шындарда. Үйреттің ғой шапағатты өзгеге, мұғалімім сол қалпыңнан өзгерме, әлі күнге шәкірт болып асықсам, нұрыңды бер, алас ұрған көздерге. Күліп кеудесіне асығаны, ұстазды қадірлейді жаста кәрі, талпынтып талабы мол жас баланы ұстаздар биіктерге бастар әні. Сондықтан бүгінгі күн бөлектегі өшпейді жүректе әсер өрнектері, әрқашан ұстаз сөзі қанат берер, өмірдің кездесуде көп өткен. Ордан да қасиетті дана ізгі, көз ашып өсіріп ек санамызды, бүгінде жүрсек те алыс олғай сақтап, отыр деп өз партамда санамызды. Бар ма ақын ұстаз десе жыр төкпеген, ұстазсыз ешкімге өмір нұр төкпеген, есейіп кетсек дағы бұрынғыдай, қараймыз әл сөзіне құрметпенен. Ұлылықтың, бойынан шәкіртіңнің сырын ұқтың, адамды абзалдыққа жетелеген, жүрегіңнен өмірдің жырын ұқтың, еліңді еңбегіңмен сүйсіндіріп, бойыңа парасатты жүрсің жиып, ұстазым сүттей таза пейіліңмен өмірдің тұғырында тұрсың биік. Дайындайсың болашақтың адамын, бақылайсың оның әрбір қадамын. Ұстаз сенің еңбегіңде мақтанар, шәкіртіңмін балғын ойлы баламын. Сенен ұшқан ғылымы әр саланың, сен дайындадың сен ерлерін дананың, үйреттің сен жөнін ақ пен қараның, түсіндірдің білмейтінін баланың. Hazır 11. A sınıf icrasında çalmasından rahatsın. Hürmet bilen karşı alamız hanım. 11. sınıf. Sözündeki sözleri
Qarsaklarda yaxshilab choptirdilar. Bugun ular uchun buyuk kun, unutilmas kun. Keyingi raqslarni yaxshi o'ynaydi, yaxshi qarsaklarni. Va yana jarangdor qilib qo'shiqlarni aytadi. Marhamat qilib mehmonlarga. Zarafshon shahar mehnat birja rahbari Menbayev Shiromat Qodirovich ham bugungi davramizning aziz mehmonlaridan. Keling, endigi tabriklash so'z navbatini shu kishilar eshitsagida davramizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, murabbiylar hamda 39-bosh 6-o'rta maktabini bitiruvchi yoshlar. Mana bugun ruxsat berasizlar, shahar hokimligi nomidan, shahar hokimi Ahmad Akazov nomidan sizlarni mana shunday qutlug' ayyom bilan tabriklashga, mana shu 11 yil mana shu maktab ostonasida o'qib, bugun ilk bor hayotga qadam qo'yganingizda mana shu hayotlaringizda ulkan zafar tilayman. Hammalaringizni o'zlaringiz kasblaringizda kelajakda egallab, oila boshqarib bo'lishga tilak bildiraman. Siz bizga uchun katta rahmat. Birinchi bu sinfdan xor anam tingdangizlar.
Rahmet. Endi o'zlaringiz bilasizlar, mehmon ota-ona bo'ladi. Endi o'zimizga kelsak-da, qo'rg'onimizni boshqa o'rinbosari Xolidiy akamizga berib, shuni bir yaxshi gaplarini eshitdik. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, ustozlar. Birinchidan men sizlarga katta rahmat demoqchiman, chunki vatanimiz ustida kelajagini o'ylab, davlatimizni buyuk bo'lishini inobatga olgan otalar shunday bir chiroyli bir vatanimiz uchun kelajagini bir obod qiladigan farzandlarni yetkazib berganlar uchun sizlarga katta rahmat. Hurmatli murabbiylar, mana shu 10 yil, 11 yil qiynalib, mana shunday bir chiroyli farzandlarni davlatimizni, xalqimizni xizmatiga tayyorlagan ekansizlar. Sizlarga katta rahmat aytaman. Oilaviy tinchlik, sog'-salomat bo'linglar. Hurmatli o'quvchilar, bitiruvchilar, mana sizlar endi bugundan boshlab yangi hayotga juda og'ir va sharafli yo'lga qadam bosasizlar. Mana sizlarga ekspeditsiya rahbariyati nomidan, Kasaba sayyoh uyushmasi nomidan, chin yurakdan sizlarni mana shu mashaqqatli va sharafli yo'llarni bosib, ekspeditsiyamizni yuzini yerga qaratmasdan xalqimiz uchun, davlatimiz uchun, yurtimizning kelajagi uchun yaxshi inson bo'lib yetishlaringizni, mana shu jamiyatimizga foyda keltiradigan, xalqimizni kelajagini buyuk qiladigan, davlatimizni kelajagini buyuk qiladigan inson bo'lib yetishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Va 10-sinf agar bo'lsa shu yerda kelsin. Assalom ustozlar, aziz tengdoshlar. Davramizda bugun ajib tantana, shodligimiz totli va laziz. Opa akalarni qutlab shodiyona. Bilim teniz ishim, qambas hunarim, qanotlanib biik terga sig'amim. Mo'l bilim minnarim quygan sanama, bas emin sag'am ustoz muallim. Qanjaqning dilini topgan ustozim bir o'ziga kelib berar o'xsham. Ezgilikdan odamlikqa bog'liqqan adallikning esi sen ustozim. Boynu to'la do'stlarga maqabatim so'nbiydi, ko'zimga o'tmadi.
Yana bir qarsa çalıb olaydılar. Atası yaxşı adamga o'xshaydi otasi. Qani hurmat bilan 10 sinf. Yana bir yildan keyin nasib bo'lsa kelib sendira turasizlar. Ağa apalarına degan yaxshi tilak-niyatlaringiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar va mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan maktabimiz qadriyatchilari. Bugun Assalomu alaykum ayol ustozlar, aqjavobli analar және 11-sinf bitiruvchi tileklari. Mene bugun 11 yil o'qib maktabdan qadam atab ketib жатыр ekansizlar. Safarlaringiz sәтті bo'lsin. Үлкен-үлкен o'quv o'rinlarına tusuvlaringizga har qachonda tilektesiz. 10-sinf atынан so'ng qo'ng'iroqlaringiz qutti bo'lsin. Соғылуда сендер үшін соңғы қоңырау, көз алдарыңда 11 жыл сонау, балалықпен де жылдар тез өтті, қоштасқалы тұрсыңдар енді, қош дейсіңдер алтын мектепке, ерісіңдер әлі талай білімге, ұстаз берген білімнің туыр негін, биіктерге самғатыңдар көктерге. Maktabimiz kalitini topshirish uchun 11-sinflarga beramiz. Bugun sinfga topshirib, o'zlari qulflab kelasiga ochib oladi. Marhamat bilan. Qaysi qacholar mana shu kaltni sizlarga topshirib turib, keyingi ishlaringizga omad, rivojlar tilayman. Bu kaltni olib sizlar o'z yelkalaringizga mas'uliyatli ish oldingizlar. Mana shu mas'uliyatli ishni bajarishda Xudodan sizlarga sabr, toqat tilayman. Sizlar ham biz kabi o'qituvchilar xotirasidan bir umrga unutilmas o'quvchi bo'lishlaringizni tilakdoshim. Rahmat. Siz bilasizlar, dunyo yuzida qancha odam bo'lsa, ularning odat-urfi, manez xulqi bo'ladi. Endi o'qituvchi bo'lgandan keyin uning bir manezi bor, uy sharoiti bor. Endi u ham odam bechora. Ular endi 11 yil o'qib, bular o'zi xarakterini, chiroyligini, odobiga qarab bular ham sinagan. So'larda bir o'sha yerda shunday ham men emas, o'zlari. Так что qabul qilamiz. Eng adimi, sumbatli, salovatli apayli 11-bu sinfni Xasiyat apay tanlabdi.
eng chiroyli, go'zal, chiroyda tengi yo'q. Dunyoda ham yo bizning maktabdami bilmadim, Dilfuza ma'limni tanlashdi. Turingda edi qani. Yo'q. Rahmat. Jura endi bu nominatsiya qo'ldan bermang endi. Boshqa bir yoshroq kelsa quvib o'ramiz bir amallarni. Rahmat. Yana bir qarsaklaringiz. Endi eng juvas, qo'ydan da juvas deymiz-ku. Sen tiymesang men tiymay badroq ko'z. Ta'til shirikni muallimlardan o'zi tamasha Jumsaq, muallimlar Baqirbay og'ay Tashenov. Bu kishi yana zavuch. Vaqtida bizlar zavuchdan zamon tayoq yeydik. Voy bu siz qattiq bo'ldi. Endi yana bir talabchan, qattiq qo'l. Shuna qovog'idan qor yog'ib yuradi. 11-B sinf boshda jo'rayman o'qib. Yo'q. Ikkinchi rasmiy mashiga. Malika ma'lum unaqa emasdi, по-моему, qayerda Malika ma'lum? Malika ma'lum, voy qattiq qo'lni qarang. Endi menga ikkita kandidatlar aytadi, ular 1-2 kundan keyin rostni aytish kerak edi. Men emas o'zlari. Men aytdim-ku, o'zim boshim oqlavday. Ha endi eng xato xotibin. To'y shaytonlar qonish deymiz qo'y. Qavog'idan qor so'vatın apaylardan u kishi javob Bilkiya apay tanlabdi bular. Yo'qmi? И еще одну номинацию Ларсенхауна я не хотел вам давать эту, потому что вы 2 года назад меня так ругали. Они говорят, самый добрый директор, что у нас гора. Ну ладно, в республике. Номинация «Самый добрый директор в республике» Лариса Михайловна Фемская. Ну ладно, так и самому доброму директору слово дадим, пускай она... Что-нибудь скажет. Не надо мне ваш микрофон. Хай. Пару слов без протокола. И вот подальше от меня эту камеру, я ее терпеть не могу. Можно так, да? Добрый день, уважаемые родители, гости. Спасибо вам за то, что вы пришли разделить с нами такой большой праздник с нашими ребятами, которые так долго, в течение 11 лет, торопились свое детство, чтобы сегодня услышать свой последний звонок. Все, что мы могли им, мы дали. Все, что они захотели, они приняли. И после этого последнего звонка они должны еще целый месяц сдавать государственные экзамены, после чего они получат аттестат зрелости, свой первый документ, с которым они уйдут в жизнь. Перед каждым из вас, ребята, будет своя дорога. Никто по одной дороге не пойдет. Но мне кажется, что вы обязательно найдете нужную дорогу. И я хочу, чтобы ваши родители гордились вами. Мы радовались за вас. Двери школы у нас будут открыты для вас. И чтобы вы принесли пользу республике, в которой вы живете.
жизни, и чтобы увидели многих еще таких красивых, умных выпускников. Muhammad payg'ambardan so'ragan ekanlar, jannat qayerda deb. Shunda u kishi javob berganlar, jannat onalar oyoq ostida deb. Shunday ekan, bugungi bitiruvchilarimizni kamolini ko'rib, yaxshisini oshirib, yomonini yashirib kelgan onaxonlarimiz davramizning aziz mehmonlari ekan. Keling, tabriklash so'z navbatini shu kishilardan eshitsak. Bulardan Nazokat opa bilan 11-A sinf o'quvchilari ota-onalari va Shinigul opalar davramizning aziz mehmonlari. Keling aziz onaxonlar. Ayol tebratadi asli dunyoni, yalqinsa qishda ham kuladi bahor, yig'lasa titratib yer samoni. Ayol tebratadi asli dunyoni. Ата-аналар және мына қонақтарымыз және мына бітіруші класс балаларымызды барлықтарыңызды осы бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. 11 жыл бірге оқытып, білім беріп, тәрбиесін беріп, тәрбие берген мына ұстаздарға мында бір рахмет айтамын. Және мына осы мектептің бітіртіп жатқан бірінші директор Лариса Михайловнаға өте рахметімізді айтамыз. Және мына бітіруші класс түлектеріміз мына алдағы емтихандардан жақсы өтіп, сүрінбей, қағынбай, алдағы мақсаттарына жете беруіне, оқу орындарына түсіп, осындай үлкен үйлердің маман иелері болуына тілектестік білдіремін. Әрқашан сәтті сапар тілеймін. Bergan tarbiyalaringiz uchun rahmat. Men o'ylaymanki, sizdan olgan shunday yaxshi, nima desam, yaxshi maslahatlaringizni olib, bular katta hayotga qadam bosayotgan ekan, aziz bitiruvchilar. Men sizlarga mana shu hayotda omad, baxt tilayman. Hamisha ustozlaringizni so'zlarini ikki qilmay, shular bergan maslahatlar bilan doimo shularni davom ettirib yuringlar. Qayerga o'qishga kirmoqchisiz? Qanday ishni rejalashtirgansiz? Bu sizlarga havola. Lekin nima bo'lsa ham aziz inson bo'lib yetishinglar. Kelgusida, kelajakda nafaqat oilada, hayotimizda, vatanimizga sodiq, yaxshi inson bo'linglar. Hamisha o'qituvchilaringizni unutmasdan yuringlar. Mana men hozir juda hayajonlanib ketyapman. Yoshligim esimga tushib ketdi. Shu kiyimlarda, shunday ofatliklarda biz ham qayvaqtdir necha yil oldin turgan edik. Va mana ustozlarimizni borib so'rayotganimizdan, uni bir holdan xabar olmayotganimizdan men xafa bo'lib o'tiribman. Shuning uchun sizlardan iltimos, tarbiya bergan o'qituvchilaringizni, ustozlaringizni hech qachon unutmanglar. Yana bir bor katta rahmat. Спасибо вам тоже, Лариса Михайловна. Большое спасибо. Дай Бог вам учителей таких. Спасибо всем. Shu uchun aytsalar kerakda, jahonda eng oliy ne'matdir farzand. Farzand erur yolg'iz, joningizga payvand, farzand bilan to'lur, maqsadning jami, farzand bilan qolur har kimning nomi. Yana qolgan ayollarga shunday degim keladi. Ah degani alloma, mehr va muhabbat, yo degani yorollar, ayol degan rohat, le degani latofat, ayol so'zi bir jahon, baxtimizga ayollar bo'lsin doim sog' omon. Rahmet hürmetli atanlar, Nazokat joyuna durus aytdınız. Bärimizde sokundu qaytara almay жүрmüz. Endi kimiydi o gün. İlacı yok, to'g'ri aytasiz. Ular hali bilmaydi, olga nima kutyapti. Endi o'kina qaytib kelsa deymiz hammamiz ham. Men ham esimga tushib, chut-chut qolib yosh chiqib ketishgan. Izgilik o'yga to'qiytin, shagird bo'lib uzluq o'qiytin, bilim degan kemimin, kezit umr o'qiytin, o'qiytin, er jazatin. Kenin qazatın. Hürmet bilen
11-ci B sınıfının Rahmet. Aziz bizim mehmonlarimizdan yana bir mehmonimiz Mahalla Qo'mitasi oqsoqollar raisi Shirada. Qozoq maktabining eng jo'z zavchi Batirbayeva Tashin. Hürmetli atamlar, konaklar, beni ustazlar, nabıtırışı yaslar şartlarınız, bugünkü büyükleriniz vaktinden sonra uğrağı bir kez kutlu olsun. Vaktinden ne sağlıklayın.
Мінекей абияқтан айтқандай, мынау шәкірттерге сенде бір кіріштігенің кетуін тапты барған деген сияқты мынау күрші шәкірттерімізге айтамын. Алдағы емтихандарды жақсы балалармен бітіріп, жоғары оқу орындарына жақсы маман иесі бола беруіңізге тілек білдіремін. Сіздердің қадамдарыңызға сәт сапар тілеймін. Қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Өз кәсіптеріңізге, өз қалаған мамандықтарыңызға иесі бола беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Рахмет сізге де сол. Құрметті ата-аналар, оқытушылар, әзір мектеп вәлісін тамашалайсыздар. Ізгілік ойға тоқитын, шәкірт боп үздік оқитын, білім деген кемемен кезетін өмірін оқитын, тағы жазатын, алдында қол созатын, адам болғың сауатты, тіршілік кенін қазатын. Құрметпен мектеп вәлісі. Встречаю,
11-ci sınıfqa beremiz және өздерінің әр оқытушысы өздері шығарған тақпақтарын айтады. Құрметті ата-аналар, біреу-біреуден ажақтан шығып көмектесіп тұрсаңыздар балдарға, біреу-біреуден беріп тұрыңыздар. Біттен тұрыңыздар. Ярдан, балдар. Что балдар қозғала бермес үшін. Құрмет дейміз, сыйлаймыз. Басқаларды қисақ та құлақ айтып қимаймыз. Физик, зауч, математик, мұндай талант боламыз. Емтиханда өзіңіздің маған көмек қарарсыз. Дорогая, уважаемая Лариса Михайловна, желаю быть такой красивой. Наших чувств, не растраченных в чашу, и живое дыхание весны, и любовь, и признательности нашу. Адресуем директору мы. Вместе с нами взволнован немного, так бывает в минуту разлук. Он глава самой нашей школы, он наш мудрый советчик и друг. Бентау үлкен жерінде, теміржол деген елінде, Тамара апай үлкен зауыш, білесің айқай сөзінде. Өз алдында кабинеті, алдында майды зауыштар. Біздерге күйіп піскендерге айтамыз рахмет алғыстар. Сыныбымды жетелеген Клара апай ұстазым, анамыздай аяладың, шіркі бізге ұстадың. Енді біздер алға қарай арман жолын таңдадық, не болса да сау болыңыз, жаман класс болмады. Kimyo darsi boshlansa, sinf uyquga botar. Kitobni olib hatto domla ham xayol surar. Domlajon hushyor bo'ling, darslarda ilg'or bo'ling, konspekt ko'p yozdirmasdan og'zaki bayon qiling. Shunda ham bizning ancha ruchkamiz tejaladi. Axir xarajat qancha, pul chettakda qoladi. Күлпе апай қабағында өмірі болып тұрады. Кейде найзағайлар ойнап, жаңбыр бұршақ ұрады. Мектебімнің генералы жүзіне күле қараймын. Апайлардың ішіндегі жақсы деп санаймын. Прическасы әдемі, жапон әйелдерінде әрбір айтқан ақылдары абайдың қара сөзінде. Рахия апай үндемейтін өте жуас болдыңыз, үш алатын жерімде күліп бесті қойдыңыз. Әдет апай үйретті, білмесек те бізде мәжбүр етті, сөйлетті. Түсіп кетсем зор оқуға, сізді мақтан етемін. Орыс көрсем айтқаныңыздай сөйлеспей қашып кетемін.
fargan. Yosh bo'lsangizda ustoz bizni rosa qiynaysiz. Qarab turing bularni biz hali unutmaymiz. Ertaga tinmay o'qib biz ham ustoz bo'lamiz. Qaddimizni tik tutib biz raqobat qilamiz. Mayli hozir ketayapmiz. Alamlar ichida qolsin, lek sizga rahmat aytib qaytib kelamiz tezda. Bayan apay bärimizde zan zakonunun barlığın кейде бізге оқып береді министрлер жарлығын, жай сөйлейтін, жай жүретін, жай сөйлейтін. Баян апай сау болың, келешекте бастық болып ашық болсын ақ жолыңыз. Sochish uchun bizlar bo'lganmiz nishon. Nima bo'lsa 11A kelib qo'yib ketasiz. Bizlar endi ketyapmiz. Endi siz ne etasiz? Mayli qancha qo'ymay, sizni jondan sevamiz. Sizdek aziz ustoz uchun doimo bosh egamiz. Akaylardan yengilgani Jumagul akay keladi. Ağılsın deb ko'p söylep, miydi qag'ib beredi. 4-5 so'zni og'ib aldi, ko'zlarimizga senemiz. Aldarında ne bo'larini mangdayimizdan ko'ramiz. Kiştimi, şaşadım tatlısımı, barbilgenin üretti, Karajırkov uftimi. Rahmet ağız aytamın. Rahmet ağız aytamın. Келешекте забылсам подарканы берем. Bu şiarni O'zbekiston tarixi o'qituvchisi Xolbetay Taslim Nodinga bag'ishlaymiz. 2 yil biz bilan ishlash sizga oson bo'lmadi. Cho'ntagimizdan bizning ko'nglingiz hech delmadi. 2 yil davomida sizni rosa o'rgandik. Bertov g'iybatlarni dasta qilib xulosa. Qanday tadbir bo'lmasin, bizga yuklar edingiz. Sumkani olib qo'lga uyga ketar edingiz. Shunday bo'lsa-da bizlar sizdan xafa emasmiz. Sizdagi hislatlarni doim esda tutamiz. Kitap bilim astığı, kitap bilim astığı, Olga Payon'un bastığı, barbarlık. Kitap bilim astığı, Olga Payon'un bastığı, Sağ bolunuz Olga Payon'uz, bar bolunuz kitapxonamiz, осы барлық сыйларым өзіңіз 14 баламыз. Сыныбыма кіріп келсем, бір сағай бір болып, шағыз тұрар көзімізді жарқыраған күн болып, кейбір кезде стадионда жалғыз кезіп жүретін, физкультура сабағы деп өтірік күліп келетін. Yozamiz. Bu turishda domlajon bizlar aniq ozamiz. Yana bu yetmagandek she'r yodlaymiz har kuni. Agar aytib bermasak, qarz to'lashi bor uni. Har darsda ochki taqib, qarz daftarni ochasiz. Endi bizlar ketyapmiz. Qarzni qachon olasiz? Ammo sizga va'dam shu, albatta qaytib kelamiz. Hozircha rahmat aytib, sizga ta'zim qilamiz. O'zini talabchanlik bilan o'zini ko'rsata bilgan va 11-chi A sinfi o'qishni alohida tabriklashga bel bo'ldilar. Klass tekshiruvga bersak, Kılar apay beni tursun yapıyor. Atını mutlu kaldık da kelmedi.
aziz o'quvchilar, mana bugun maktabimizda katta tantana. Bugun mana bu bitiruvchi o'quvchilarimizning hayotida hayajonli, unutilmas kecha bo'lib o'tmoqda. Men shu fursatdan foydalanib, bitiruvchi o'quvchilarga ularning barcha qilgan orzu tilaklari amalga oshishini tilab qolaman. Oq yo'l. Salomatsizlarmi, hurmatli qo'noqlar, ota-onalar, ustozlar. Және bugungi bitiruv keshining esi bo'lgan ras tuleklar. Mine mektabimizda so'nggi qo'ng'irov keshi o'tkazilib жатыр. Бұл keşten пайдаланып мен өзімнің сыныбыма, жас түлектерге, оқушыларыма тілейтін тілегім. Өмір деген ғажайып дүниенің көп өткелдерінен қиналмай, еш кедергісіз өтіп, белгілі мамандық иесі болып, ата-ана, ұстаз, достқа деген мейірлерінің мол болуына тілектеспін. Және де алдарындағы мемлекеттік емтиханды үлгілі бағалармен аяқтап, белгілі мамандықты иелеп, өз елімізге қайта оралуларына, өмірдің үлкен биіктерінен көріне берулеріне тілегім мол. Қоштасып оқушылық өмірімен қанат қағып ұшамын армандарға қош айтып. Барлықтарыңызға шын көңілімнен 11-ші сыныптар үшін соңғы рет соғылатын қоңырауды тұрып қарсы аламыз. Rahmat o'tiringlar. Mana bu tantanali kechani ham tugatib oldik, aziz mehmonlar, qadrdon ota-onalar va aziz ustozlar. Mana shu bayramga kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Mehmonlarimiz ham o'z vaqtlarini ayamasdan bayramimizni guvohi bo'lib turganingiz uchun sizga ham tashakkur deymiz maktab jamoasidan. Rahmat hurmatli qo'noqlar. Sizlarga o'tinish hech qaysi qo'zg'amay turibsizlar, ularga sharaf salamiz. O'rnimizdan turib, abiyat